Simob moddasi xavfli yuklar ro'yxatiga kiritilgan bo'lib, uni maxsus ruxsatnomasiz saqlash, tashish hamda muomalaga kiritish qonunan taqiqlanadi. Shunga qaramasdan, ayrim holatlarda ushbu moddaning noqonuniy savdosiga urinishlar kuzatilmoqda. Xorazm viloyati bojxona boshqarmasi kontrabandaga qarshi kurashish sho'basi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ana shunday qonunbuzarlikka chek qo'yildi. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida Xiva shahrida yashovchi fuqaro tadbirga jalb qilingan shartli xaridorga 4 ta idishda jami salkam 20 kilogramm bo'lgan simob moddasini 5000 AQSh dollariga sotayotgan vaqtida to'xtatib qolindi. Ayni paytda mazkur holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Holatga huquqiy baho berilgach, qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko'rilishi ma'lum qilindi. Mutasaddi idoralar fuqarolarni xavfli moddalarni noqonuniy saqlash yoki sotish kabi harakatlardan tiyilishga chaqirmoqda. Zero bunday qonunbuzarliklar jinoiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin.